Assalomu alaykum hammalarga. Yomg'irlarni qaranglar, qorni qaranglar. Oba. Qorni qaranglar. O'zbekistonda qor, yomg'ir. Bu hammasi jumada o'qilgan istig'for namozidan keyin bo'lgan voqealar. Qorni qaranglar, ne'matni qaranglar, ne'matni. Barakani qaranglar, barakani. Ko'pchilik tushunadi, ko'pchilik tushunmaydi. Allohning ne'mati keng, cheksiz. Maza-yu maza qaranglar. Qor shunaqa sog'inuvdi, mana paydo bo'ldi, qorimiz ham bor. Yomg'ir bearmon yog'di O'zbekistonda. Toshkentdan havola botdi hozir mana. Zo'r botdi, zo'r. Odamga yoqishini qaranglar. Ana navaralar xursand, qor ko'rmaganidan anchadan beri. Hammasi zo'r, mana qaranglar. Sovuq emas havo. Qor ancha yog'ib qo'ydi mana sekin-sekin. Uyda o'tirmasdan chiqinglar tashqariga, qor o'ynagani. Bu ne'matdan foydalaninglar. Bu ne'mat hammasi. Ana navaralar xursand.